Albatta. Ijodlaringizga baraka aka, oilangizga tinchlik, totuvlik, mana shu qizimiz ham baxtli bo'lsin. Amin. Sizlarga hurmat topishlik Toshkentlarda bizga ham, mana shu ukalaringizga, shogirdlaringizga ham nasib qilsin aka. Sizni qanaqa san'atkorligingizni kim biladi bilmaydi, biz yaxshi bilamiz. Eng ko'p katta ustozlarning duosini olganlardan biri Bahodir akam bo'ladi. Albatta. Aka boringizga shukur, oqibatimizni ko'z tegmasin. Mana shu to'ylar qilavering, kelaveringlar. Bitta sirni aytib beraman, birodarlar, do'stlar, san'at hamkasblar, ukalar, shogird hamkasblar. Bu inson ustozoda. Men ham ustozodaman. Mirsobek meni avazaga uka o'rlab turibdi. Men ustozodalarga bee'tibor bo'la olmayman. Shundan Hamroqulov, Orqotajonovmi, endi yurtimiz Andijon degan narsa san'atni buloqda nima boshlanish deydimi? Fattoxon aka masalan, baxtli inson bir yarim oldi tamburini ko'tarib yurdi. Meni nevaralarim kelgan eshitamiz hazratdan. Endi bu do'stim, men ko'p narsani aytaman. Ko'p o'rgangan narsa ko'p bo'ladi. Chapani yo'llari bor.